Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudoyberganov. Mana bugun biza Xorazm viloyati Shovot tumani markazidagi, ya'ni Paxtakor mahallasida joylashgan ko'p qavatli turar joyimizga keldik. Yine Husniddin ukamiz tarafdan shu dom qurib bitkazildi. Hozir shu haqida to'liq ma'lumotlarni shu joyni o'zi qurib, o'zi taxlab va o'zi hozir sotuvga chiqardi. Kvartiralarning narxlari ve bizning yurtdoshlarimizga yaratilgan shart-sharoitlar bilan hammasini to'liq jarayonda ko'rib borishingiz mumkin. Hozir o'tirib ko'rmanglar do'stlar, o'tirib ko'rsangizlar ko'p joylarni tushunmay qolasizlar. Bu videorolikni eldinsa bir kasa choyni qo'yib, yo bo'lmasa bir kasa kompotni qo'yib, yonbosh tashlab o'tirib ko'ringlar. Sizlarga juda ham ma'qul bo'ladi degan umiddamiz. Undan tashqari arzon kvartiralarni qarab yurgan yurtdoshlarimiz bor edi. Arzondan arzoni bor. Do'stlar, sizlarga ko'p qulayliklari bor. Shular haqida to'xtalib o'tamiz yine. Salomlash başlıyoruz. Assalomu alaykum. Hurmatli Baxtiyor TV kanali kuzatuvchilari, mana xudo xolasa Baxtiyor TV kanali bilan boshlagan proyektimiz 2025-yil, yine hozir aprel oyini oxirlarida yine xudo xolasa 99% şu bitgan zdaniyamiz yana 99% bitti. Endi 1% ozgina dokumental ishlari kaldı. Başka yine zdaniyamiz o'zi bitti. Xudo xolasa topshirish jarayonidamiz. Dokumentlarimiz chiqib qoldi. Hamma narsalarimiz tayyor. Doğru, hozir kelib sotib olsalar bo'ladi. Albatta. Qarang, birinchi savolni bundan boshimizda. Eng asosiysi, masalan, 19 O'zbekiston Qo'shko'pir mahallalari va Tamojin taraflarda gaz yo'q yerlari bor-da. Shu yurtdoshlarimiz qishi bilan ijaraga kvartirada o'tiradilar ya boshqa qiladilar. Shu gazsizlikdan qiynaladilar. Qonun gazı bormi? Bu yerda shu aytganingizdek ham birinchi biza zdaniyani solib boshlagan vaqtimda solish bilan birgalikda shu kommunikatsiya tizimlarini tartibga kelganmiz. Yine hozir arka tomonini, bu yon tomonini ko'rsatsangiz, yine bunda gerpi, o'zi uchun gerpi, shu zdaniya uchun gerpisi. Biz shu zdaniya uchun, shu yerda yashovchi aholilar uchun, to'g'rimi? Ava, bunda krayniki, zadushkasi, filtratsiyasi, gerpisi, bunda yana bir krayniki. Hozir yine şu kraynikni ochsak, xudo xolasa, yine ochdim, hang? Zdaniyaga gaz ketdi. O'zi. Hava, yine içan tarafa girsatamandan size yoqib ko'rsataman. Bu asosiy, xudo xolasa shu siz aytganingiz 19 taraf, Manaq taraf, Tamojin taraf, Beqtallinizm bor, gazsizlikdan qiynalib yurgan bo'lsa, Bo'yrachi taraflar. Qishda kelib turib shu yerda 4-5 oy yashab, yana bahor kelganda uyina borib, nima deydi? Uyina borib, sotib olishlari mumkin. Ne qilishlari mumkin. Gelishtirib. Shunda buni bu hozir nodam netdi. Bunu teyi siz o'zingizni gruppangizdagi kanallarda noldan kelgan yerlari bor, bilasiz. Bu hammasi betondan. Buna nima deydi? Monolit bilan pishgan kerishdan qurildi. 3 metrlik shalaka blok deymiz-ku. Shalaka blokdan qilinmagan bu. Bu quyulib, noldan ishlarına karkazları qo'yilib, armaturlari qo'yilib, noldan da paxsa bo'lib bitib kelgan bu. Mustahkam bo'lib. Albatta uni pəsində splashlı quyulğan inşi başdan axırı tamamınaça 40 cm qalınlıqda splashlı 2 kat armatura doqulub quyulğan. Çötkədir. Hava. Gazımızı gördüyünüz yana açdı. Gazı içən tamanda sizə yaxıb göstərəmən. Lokatsiyamızı köp sizin micazlarınız bilədi indi. Ucu birimiz yine progress məktəb. Bu yan tərəfimiz sentralni yol, Shovot Urganch yolu. Arka tamanımız yine stadion. Bir yan tanımanımız mikrokredit bank. Şu ortalıqında yolun boyunda joylashgan köp qavatlı domlarımızdan bu. Yine şundan geleverəsiz, yine şu giriş kısmı iki tamanında var yine şu. Birden girəsiz 6 metr eni 6 metr yol bu. Aryan tamanından şunun çıkışınızdan 6 metr yol. Balalar için yine detski plashatka oynaydigan yerleri var. Yine bunda var. Bir anda kanalizasiya tizimleri o'tgan, qarang yana kanalizasiya tizimleri o'tgan. Kanalizasiya tiziminden ko'p savol tushadigan mijozlardan, hurmatli mijozlar. Bu sentralniga ulanganmi?
Neçikdə nədə bunu tərtibində. Bu нәрsə inşa hazır bir vagon 60 kubumun 60 kubluk bunker bu. Şu bunkerdən sentralni azı bilsəniz Axın Babayev Elatdan ötdü. Şu sentralni tartılıb gəlib Sputnikdəki domlara üleniş cərayanında bu ham qoşuladı şuna. Qoşulanlar kanalizasiya tizimləri bitgan mana. İçan tamanlarından sular gəlib kanalizasiya tayar halətində bitgan ina. Bu yolumuz yana 5 metr yol qılğanımız iş ördüylə. Steşke koyulub zakon. Steşke 20 santimetr teyinə salafanı, armaturu, simları qoyulunub 5 metr yol etcəmiz. Yəni yolları bitgan. Xulaq alasa indi Yeşil zonaları özlərimiz bilgənimizcə bitdi deyib turmuz. İndi bir deyarım kəmisləri yox bolsa gerek mənimcə kəmis gödükü bolsa qılıb verərimiz. Başqa həməni skamyakaları bitdi, tapçanları bitdi, detski plaşetki, vigriplarını gördünüz. İndi içana girib gələ verəmiz. Şorunda hazır bir nəsəni qoşumça qılıb ötəmə bu nəsələrimizə. Elə pultlu, kodlu zamoklarımız. Doğru kodlarından qoyulub. Kodları qoyulub tayar olacaq. Şördə yaşavçılar bilədi indi. Əlbəttə indi şördə. Bula podval qismi svetləri yanıb tutdu. Hop. Ana. Ana svetləri yanıb tutdu. İndi şunun girəvərəsiz, bunun planirovkası hər bir podezdə, hər bir etajda 4 kvartiradan. 1, 2, 3, 4. Eşiklərimiz abişli 90 santlıq eşik emas, 120'lik eşik. Yarma qapı. Avan, divan, şkaf, mebel girizgən vaxtınızda ündün nə olmuyordu? 120'ge 210 eşiklərimiz abişli kiçkinə qılınmağa. Sığmayın qalmasın, micazlarımız örtənməsində. İndi yenə sizə Yakadon əsası yerləri açamız. Hər bir göstərsiniz mümkün. Hər bir kvartiramızda svetlər yanıb durdu. İndi ülənəmiz, tez güllədə üləb verəmiz, tez güllədə bitədi dəyməyimiz. Tayar avtomatını uramız, qocalığımız yandı. Avtomatını azım içirib qoya verəmə. Yanıb durdu, gördüyüz əxirə. Həmməsi işət durdu. Nə oldu? Biz azar sizə göstərmək. Bu şu domda yangın xəfsizliki nüməsi? Signalizasiyası. Pajarlı signalizasiyası. Şu ornatılınca işlət. Hər bir etajda var. Yox, hər bir xanadanda var. Hər bir etajda emas, hər bir xanadanda var. Gəlin gör sistemə. Girəmiz. Sizdə hazır faqat 2 xanalı, 3 xanalı kvartiralar 2 xanalı, 3 xanalı kvartiralar var. Bu kvartiralarımız həmməsi pişkən kərişdən boğan. Biləsiz, hazırғы domların köpüsü 90% penablokdan qıladılar, biləsiz. Penabloklarını qazablokdan salıb. Qazablokdan, penablokdan qıladı. Bu 100% pişkən kərişdən. Busu həklayı emas. Biz dilimizdəki həklay deyimiz yox. Bu sement layı bu. Proyektində niçik yazılğan olsa şundur. Montajları bitkən, toq yolları, rəzitkə, külüçyatı, şu cayları düşkən, bemalal özlərinə ağ svet yakamı, qara svet yakamı, şikalan svet yakamı rəzitkələrini qoysa boldu. Montajı bitkən, sualları bitkən, gaz çörçükləri qoyulungan, sveti çörçükləri qoyulungan, vodovodları gəlib durdu. Gəlib görüşünüz mümkün. Bu 3 xanalısı mı azı bu? Hava, bu 3 xanalısı bu. Neçə bu? 80 metr kvadrat bu. 80 metr kvadrat. 80 metr kvadrat. Buna indi planı alğan micazımız özgərtirgən. Aslında bir də yenə bir nəsi bolğan? Periqrodkəsi. Yox, bu özü şöyle high-tech fason etib, kuxniya təməndə 6 metrə, 7 metrə qaldırğan. Bir satılğan olsun. Avan, birlə satılğan. İndi gəlin. Elə. Əsası hürmətli micazlarımıza elə.
Su gelip durdu-ku. Hamma narsa. Ha? Bu aholiga ulanmagan vodoprovod tizimi aholiga ulanmagan. Faqat şu dom için tartılıp keldi. Faqat şu dom uchun shu yerdagi Abuhayat sihatgohi bor, bilasiz, yanimizda sanatoriya bor. Shu sanatoriyadan tartılib ulangan buna. Avvalam Xudoyga shukr, behisob 24 saat suv keladi bu yerda. 24 soat. Bağı hacatxana bani. Aslında planirovkasında hacatxana bani, lekin buni endi o'zlari o'zini moslab qilgani uchun bu yerda paxsani qo'ymaganlar. Bu yandan planını görsetseniz bo'lar. Gazlarni yoqib ko'rsatamizmi? Sizni mijozlaringiz Uçurchiqlarni ko'rsatib ketsak bo'lar. Uçurchiqlarni ko'rsatib ketaveramiz. Yo'q, xalasangiz yoqib ham ko'rsataman, yonib turganini. Yo'q, ko'rsatmak shart emas. Yana ish yerdagi shu kranikimizni ochsak, yana eshik gazimiz yana yonib turibdi. O'sha rozik ko'rgut bilan ochtirsangiz yanadi yana. Gaz gelib turibdi. Ko'chada tomonda kranikni ochdik-ku. Yana gelib turibdi. Ulangan. To'g'ri, shu. Bemalol. Bir o'zlari e'tibor etish istayman. 2025-yilda boshlangan domlarimizda endi bu yog'inda faqat elektr bilan ta'minlanadi, gaz bilan ta'minlanmaydi. Bunda gaz bor. Bunda gaz yana yonib turibdi. Bo'ldi. Shu afzalliklarini e'tibor etishingizni so'raymiz. Bu degani o'zingiz bemalol stennoy kotel deymiz u, stennoy kotelni ulab ishlatishingiz mumkin. Yana ham qiziqadigan yeringizni aytib tushuntiraman sizga. Bu kvartiralarımıza stennoy kotelni qo'yib ulaganingizdan keyin siz faqat kotelni ishlatganingizda pul to'laysiz-ku. Endi bundan buyog'indagi domlara отопление tizimi общий. Umumiy отопление tizimi bo'lgandan keyin qozonxonasi bo'ladi. Hozirgi keyingi domlarni shunday bo'ladi. Siz yil 12 oy bölüp to'lashingiz kerak. İste'mol qilsangiz ham, qilmasangiz ham. Bunda qo'ri iste'mol qilganingiz? Yo'q, bunda faqat iste'mol qilganingizda to'laysiz. Afzalliklarini, sho'rlarini e'tibor eting. Arg'inning общий отопленияda siz yoqsangiz ham, ishlatsangiz ham, ishlatmasangiz ham yil 12 oy to'laysiz. Buni bularda faqat ishlatganingizda to'laysiz. Ham bunda masalan отопление pes qizib turgan bo'lsa, undan ligrovka etib bilmaysan qaqim. Yo'q, to'g'ri. Общий отопление tizimida, misol uchun endi ularni ko'mir bilan ta'minlasalar kerak. Ko'mir bilan. Endi gaz bilan ta'minlashi bilmadim, endi bo'lishi mumkin. Hozirgi keyingi 2025-domlarni faqat ko'mir bilan ta'minlaydilar, общий kotel qo'yib. Qizitish tizimlari общий misol uchun domni o'zini 50 gradus ya 40 gradus berib qo'ysa, bu degani hammada bir xil temperatura degani. Bu degani bizning namizda o'zi iste'molini kerak bo'lsa 30 gradus kerakmi, 10 gradus kerakmi, 50 gradusmi, 80 gradusmi, xalagandan tuzadi, ishlatadi. Yana uyina ketsak bo'lsa o'chirib ketaveradi. Sho'rlarni e'tibor etishingizni so'rayman. Yaxshi, bu narsada, salomat bo'ling. İste'mol qilganingizga pul to'laysiz. Biz yani hozirgi kvartiralarımızda. Bundan keyingi kvartira salinacak kvartiralarda yıl 12 oya bo'lib taqsimlangan bo'ladi. Bu ikki xonali? Bu ikki xonalisi. Ikki xonalisi necha metr kvadrat? Ikki xonalisi 61 metr kvadrat. Yana girasiz. Bundan ham kattalari bormi? Ha, yani pirikochka qismi shu rina girasiz. Rakovnani qo'yishingiz mumkin. Montajlari bo'lgan. Rakovnani qo'yishingiz mumkin. Montajlari bo'lgan. Shuni koridordan girib kelasiz. Birinchina tualet qismi. Birinchi spalniyasina. Bu deysiz kim kattalarniki? Bu kattalarniki. Kattalarniki. Endi bunda kuxniyasina. Keling. Kuxniyasi. Sho'rchiklari. Har bir xonadonda sho'rchiklari qo'yilgan. Daqillangan, ulangan. Klientlarimiz faqat daftarchamizni bersak, olib borib o'zlarini adini registratsiya qilsa bo'ldi. Tayyor. Havan usta chaqirib buni ulab bering, gazdaraga borib buni nima foydalanishga qabul qilib bering deb yurmaydilar. Kanalizatsiya sistemlari bu yerda o'zi. Albatta, kanalizatsiyasi
Bu aslında kuxniyalarniki bilsangiz kichkina turbadan o'tadi, 50likdan o'tadi. Lekin biza nima olgan odam qiynalib yurmasin degan maqsadda 110lik turbadan tortganmiz edi. Eng kattasini zo'r. Eng kattasi tiqilib qolmasin, ertangi kun remont etganda baribir endi bu yog'inda hamma yevro remont etadi. Чтобы tuzatib yurmasin, usta kelib tiqilib qolmasin degan maqsadda eng kattasidan qilingan. Aynalari qo'yilgan, gaz o'chirgiчлari qilingan, svet o'chirgichlari taqilgan, vodoprovodni yana bir ko'rsatib bering sizga. Bu keyingi xo'jalikni kenam. Mana. Ana. Suvimiz kelib turibdi. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Sho'rchichlari qo'yilgan. Yana shundan taxlab suvoqlarni, chornilarni qilib, chorni bo'ladi bu bilasizlar, qarang. Bu yog'i o'zidan taxlab beradi. Taxlab, remont etib, kelib yo'q. Buni hozir xohlasa to'pli bo'l qilishi mumkin, xohlagan ishlarni. Bemalol, xohlasa to'pli bo'l etadi, xohlasa laminant bo'l etadi, nima qilsa o'zini xohishi bu. O'zini xohishi qilaveradi. Shunda hozir kvartiralaringizda 2 xonalaricha metr kvadratdan bor, 3 xonalaricha metr kvadratdan bor. Qarang. 2 xona bir podyezdda 4 kvartiramiz bor. 4 kvartiramizdan 3'si 2 xonalı. Birisi 3 xonalı. 46 metr kvadrat 2 xonalısı. 61 metr kvadrat 2 xonalısı. 67 metr kvadrat 2 xonalısı, 80 metr kvadrat 3 xonalısı. Hazır şu durğanınız 61 metr kvadrat. Zalında durupsiz, yenəm keyin kelaverasiz. Kuxniyasi, spalnisi, banisi özü üçün eddenli, katta 2'ga 2 banisi, 2'ga 1,5 tuvaleti eddenli. Xalasa bana görgənizin ikisini qoşub qoysalar ham bo'laveradi. Bu yana 2 xonalıda dursiz. Yuring endi. Bunu görüp ötdingiz. Gelin. Bunu gördingizler. Bunu ham gördük yana. Keyingisini. Bularni bir shikradon narsa bor ekan, ha? Zonoklar. Zonoklar albatta hammasini qo'yilgan. Ina, bungiz ya boya aytganimdek 46 metr kvadrat deganim yine şu. Giriş kısmından giresiz. Birinci spalnisi. Bu tomonda zalı. Yine zal kısmı. Rezmilleri 560'a 3,5 zal kısmı. Spalniye kısmı 4 metre 3 metre. Kuxniya kısmı 2 Yok, keçirəsi 3 metr ekan, 3 metre 4 metre ekan. Kuxniya kısmı. Sho'rchiklari qo'yilgan, görüşünüz mümkün. Suları gelip tuttu, görsetdim axı. Bu bani tuvaleti. Şunda yine 2 xonalı kvartiramızdan ham hamma shart-sharoitlari bor. Zalimiz bor, bir spalniyamiz bor, bir kuxniyamiz bor, bani tuvaletimiz bor yine. Koridorimiz bor. Koridorim 1,5 4,5 metr koridor. Yine 3. kvartiramızı görüp çıktık. Şimdi 4. kvartiramıza giremiz. Gelin. Bu giriş kısmı. 2 metr eni, 6 metr uzunası. Bumuz 2 xonalımız kattaroq, berge görgenlerinizə nisbeten. Zalımıza giremiz. Zalımızın eni 4 metr. Uzunası 5,60. Hazırki kvartiralada en çok katta. Uzunası 5,60, eni 4 metr. İkincisi, bu ham zalımız. 2 zal. Xohlasa kattalarga spalniya deymiz. 380'e 5,60. 380'e 5,60. 380'e. Mana doğrumuzda zalımız. Bu kattalarning spalniyasi. Yine bunda baniyimiz. 2 metre 2 metr baniyimiz 4 kvadrat. Bular kanalizasiya tizimlari, vodoprovodlar bilan ulangan, ko'rsatsangiz, yana ham ko'rsatayım. Bundan giramiz yine. Tuvaletimiz eddenli.
Eddinli. Tuvaletimiz eddinli, kuxniyamiz eddinli. Kuxniyamiz 280'e 4 metr şörçüklerimiz hem yine koyulup durdu. Bir gap bilan aytganda, hozir bu yerda gazni o'chirishga qo'yib turibdi o'zi, vodoprovodniki qo'yib turibdi, svetniki qo'yib turibdi. Hammasiniki qo'yib Qarang, turibdi. hem koyulup durdu, hem ülenip durdu. Tayyor holatda. Ekranlikni açsa, yanıp durup ishlab ketaveradigan holatine kelgan. Misol uchun tez o'rnatib beramiz, tez ishlatib beramiz degan emas. Birinchi shu kommunikatsiya tizimini e'tibor etgan. Shu pojarning namanasimi? Albatta, yani şu kuxniyada bo'ladi, koridorda bo'ladi. Her bir 32 xonadonimiz bo'lsa, 32 xonadonimizdan shu pojarniy tizimine qo'yilgan gaz o'chiruvchi, svet o'chiruvchi, suv o'chiruvchi 32 xonadondan. Agar chiqamiz desangiz, 4-etajga chiqib ko'rsatishimiz mumkin. Hozir endi shu yerda bir savol bor-da, endi 3 xonali kvartiralarimiz necha metr kvadrat? 80 metr kvadrat. Hamma 80 metr kvadratmi, undan murab? Hammasi 80 metr. Hozir shu birinchi etajga girsangiz, nechta planirovka bo'lsa, 4-etajga chiqsangiz ham shunday planirovka bo'ladi. Endi bir podvalni ko'rsatsak, albatta. Bir podvalni ko'rsatsak-da, keyin narx-navolarni o'tsak. Podval qismi yine gelasiz. Akma eshiklar qo'yilgan, yana ochamiz, svetini yoqamiz. Svetlar ham bor, albatta. Gelasiz yine. Qo'ljar pisha dollari. Yana. Yaxshi, zo'r. Bu ne bu? Bu şu общий domimizni domimiz uchun şu koridorlari, bu yo'laklari, eshik oldilari, ko'cha tomonlarni yaratadigan shu cho'rchki yana. Yana qo'yilgan, ishlab turibdi, yonib turibdi yana. Ulangan. Bu somnishli panelimiz. Şu domni svet o'chganda, quyosh nuri bilan yoritib beradigan somnishli panelimiz. Yaxshi ekan. Svet o'chgandan ham svetdan avtomatik muammo bo'lmaydi. Yonib turaveradi quyosh panelimiz. Nasoslarimiz hammera qo'yilgan. O'zi nasossiz ham 3-etajgacha chiqadi. Nasos bilan bemalol hozir yana 4-etajga chiqarib ko'rsatamiz sizga. Şu 1-etajdan ichki davleniyada bo'lsa suvimiz, 4-etajdan shunday davleniyada turibdi. Yana bu podvalimiz balandligi 2 metr 80 santimetr. Hozirgi etajdan olaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, podvali bilan berasiz-ku. Havo. Agar birinchi etaj berasiz. Ha, shu jihatlarni e'tibor etganmiz biza. Hozir siz birinchi etajdan nechta plan ko'rgan bo'lsangiz, podval ham xuddi shunday plan mana. Bu degani yana koridorimizni ko'rganingizda ikki xonalarni-ku doğrumuz. Yine ikki xonali, yine o'ziniki bo'ladi. O'ziniki bo'ladi. Bu bergi ko'rganingiz bu yog'i, bu bergi tomoni, o'zi bergi 3 xonaligi o'zi eshikki aram tomoni. Addinlik bo'ladi. Yine do'stlar ko'rib turganlaringizda endi xudo xolasa podvalimizni balandligi yine 2 metr 80 santimetr. Ben 3 metr mekanda bo'yadi. 2 metr. Birinchi etaj uylarimiz 3 metr. Endi esa bir narxlarni aytib o'taylik. Ham bo'ladi. Ko'cha tomon chiqsa narxlari bilan. Birinchi etajdan kimda kim kvartira xarid qiladigan bo'lsa, 2 xonali bo'lsin, xohi 3 xonali bo'lsin, shuni to'shni teyini o'zi sotib sho'rda o'zi podvali olinadi do'stlar. Beriladi. Hazır, beklemelik. Bank tushadigan nelerimiz mramordan bo'lgan, chiroyli qilib, qo'llangancha akkuratni qilib, ustalarimiz bitkazib bergan. Eshiklarimiz yana 1,5 metre 220 qo'yib qilingan. Mijozlarimiz girgan vaqtida hech narsaga xalaqit yo'q. Mebellarini, jihozlarni kirib chiqaraveradilar. Asfaltlari bo'lgan, betonlashtirilgan, ko'rganingizdek. Gazlarını görsətdim, işləb turibdi. Domumuzun ümumi halətini görsətisiniz mümkün. Ondan tashqari kuzatuv kameralar ham bor ekan. Albatta kameralar qo'yilgan. Tayyor. Ko'chamiz yana svetlar yonib turibdi, ishlab turibdi. Domumuz yana holati. Xudo xolasa kelgan odamimiz o'xshadi deb
Maqtab turibdi hozircha. Xudo xolasa endi bularning narxlarini aytsak. Hammaga hozir narx qiziq. Narx to'g'ri. Ham nechik to'lov usullari bilan olsalar bo'ladi. Shular haqida ham to'xtalib o'tsak. Hozirgi vaqtda imkoniyatlarimiz. Misol uchun yurtimiz ham imkoniyati yaxshi, Xudoga shukr. Hammada imkoniyat yaxshi. Shart-sharoitlarimiz yaxshilashib ketdi, Xudoga shukr. İmkaniyatlari nimasi darajasida kelishaveramiz. Misoldan bankka borib subsidiya etishlari mumkin bizlar. Xohlasa subsidiya asosida sotib kredit ipoteka etishlari mumkin. Xohlasa yo'q, men kreditsiz olaman. Pulini o'zgartirmasangiz bo'lib to'layman desan ham, kelsa bemalol gaplashamiz. Bo'lib to'lasan ham bo'laveradi. Barter etish ham mumkin. Avtomobillarni topshirib bizlar ustini razissasi bo'lsa kelishib, bemalol xarid qilishi mumkin. Endi sizga aytsam, bu domimizni hamma etajlarında hozirgi vaqtda nimasi bor. Birinchi etajda qolmadi, ikkinchi etajda qolmadi. Faqat 4 ta bor deb 4 ni reklama qilmaymiz. Birinchi etajdan ham bor, ikkinchi etajdan ham bor, uchinchi etajdan ham bor, 4-chi etajdan ham bor. Xohlasa bu domni olsa, xohlasa bu dom, bu patizimizdan ham shunday. Birinchi etajdan, ikkinchi etajdan, uchinchi etajdan, 4-chi etajdan ham bor. Pullarini, senalarini kelishib beramiz. Endi bu hozirgi vaqtda etaj arzonlab ketaveradi. Dapaga chiqqancha arzonlab boraveradi. Imkoniyatini qarab, xohishini qarab kelishib beraveramiz. Pullarini aytib o't desangiz aytib o'taman. Shuni bir aytib o'tsangiz, misol uchun yurtdoshlarimiz sho'ra qiziqda. Sho'ra to'g'ri, lekin sho'ra qiziq. Hozirgi vaqtda birinchi etajimiz bahasi 4,5 million so'mdan. Birinchi etaj 4,5 million. Birinchi etaj 4,5 million so'mdan. İkinci etajımız ham 4,5 milyon so'mdan. 4,5 milyon so'mdan. Üçüncü etajımız 4 milyon 200 ming so'mdan. Üçüncü etajımız 4 milyon 200. Dördüncü etajımız 4 milyon so'mdan. Eğer de misal üçün meni tayyor pulum var, hammasini size beraman, gelişip beresmi dese, biz etini gelseler savdalaşıp şurada gelişip alışlarım. Üstünde savdalaşıp malal bir hicalet gelişip beraberimiz. İstelgen vakti gelip görseler bo'lardi domlar. Yani kodunu size görsettim. Mana şu kodunu basadı, giredi, görüp bemalol aylanıp bize baro yok, görüşleri mümkün. Hem maillerini bemalol. Birinchi etajni alaman degan adamı yana podval qismlari var, görsettim size. Uni ham kelishiga holda qilib beraveramiz. Yaxshi. Esa do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Bemalol yana kimda kim arzon kvartira qila bilgan bo'lsa, arzon uy joy olaman deb bilgan bo'lsa, shu pastda turgan nomerlarga telefon qilasizlar. Shunda ukamizni shaxsan o'ziniki o'zi bilan gaplashib, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Yana bir marta lokatsiyasini eslatib o'taman do'stlar. Shovot markazindagi Paxtakor mahallasida joylashgan domlarimiz. Qolaversa, yonida 3 ta maktab, 2 ta to'yxona, bundan tashqari qurilish mollari sotiladigan do'konlar, oziq-ovqat sotiladigan do'konlar, katta stadionimiz ham yonida joylashgan, mikrokredit bankimiz ham bor. Bir gap bilan aytganda, aptekagacha bor do'stlar. Ko'chaning boshida apteka ham bor. Chiqasiz Urganchga ketasiz, chiqasiz Shovotga ketasiz, Qo'shko'pir Xiva ketasiz. Gullana ketsangiz ham bo'ladi. Hamma qulay lokatsiyada joylashgan. Mana bu yerning eng yoqadigan jihati do'stlar, bu 2 dona dom. Faqat 2 dona dom, yonida domlar nelar yo'q. Tinchlik, hovli joylar, uchastkalar. Hamma yerda hovli joylar, orqadan tinchgina yashaysizlar. Qo'shnilarimiz ham yana bemalol uylarini ko'rsatishingiz mumkin. Qo'shnilarimizga gap yo'q. Mendan maslahat oladigan bo'lsa, magazinlarimiz yana magazinlari şu uyimizni mana maktabimiz bor, ko'rib turganingizdek. Shu maktabimizda xizmat qiladigan magazinlari bor ana shu yerda. Ana maktabimiz yana. Ko'rinib turibdi. Ana shu ko'rinib turgan shu zaborimizni orqa tomoni maktab. Magazinlar ham shu yerda ana. Bu yerda pakarnilar ham bor, bilasiz, ishlab turgan, stolovaylar bor, ishlab turgan. Endi texnik mesda, shavqinli mesda emas. Yo'ldan 100 metr ichanda bo'lganligi uchun mashinani saslari ham, shumlar ham ortiqcha narsa yo'q. Yonidan mashinalar o'tib boshqa etib, kechasiga bezovta qilmaydi. Ana shunday bezovta bo'lmaydi. Har taraflama, bilmadi endi.
Mağa qarasa dostlar, ana şu 4-cü etajdan alğanlarınız yaxşı. Səbəbi birincidən çan çıxmıydı. Hem yer gösterip duradı. İkinciden kondisioner gerekmedi. Üçüncüden dostlar hem yaxşıraydı bu görüntü duradı. Həzrəti yiyib, girib çıxıb, kofeni içib, balkona çıxıb. Bu domumuz, bak derek ya, Hə. bu domumuzu siz aytkan deyin, kondisyoner şart emas buna. Bu sebebi ütüplüğüne boğan mı? Ütüplüyene boğan. Ütüplüğüne boğan bunu, izolasiya boğan mı? Podval kısmam, devar kısmam. Bunu yazda salqın, qışda issiq bo'ladi. Qışda issiq bo'ladi. Bunu ütüplüğüne qilgan adamlarımız biladi, ütüplüğüne boğan mı? Bemalol görüşünüz mümkün. Nəsə? Yaxşı. Hazırca nə deyimiz? Rahmet deyimiz kəpdə. Yurttaşlarımız küçük qalamız. Gələ verəslər, ala verəslər. Sağ olun, salamat olun. Salam aleyküm.